Bugungi videoda shu Verity shu chiziqdan chiqmasligi kerak. U agar 100 kun chiqmasa, men unga 100 ming dollar beraman. Men Verityman. Men uchun bu hech nima emas. Xo'p Verity, men senga ishondim. Senda ajoyib reja bormi? Albatta Mr. Beast, menda bor. Yo Verity, sen charchab qolmadingmi? Yo'q, challenge bormi senda? Albatta bor Verity, uni kutib ol. U Grox. Yo'q, yana uman. Yo'q, u senga yordam beradi. Meni jonimga tegib ketding sen, Grox. Men seni qutqargani emas, o'ldirgani keldim. 50 ming dollar beraman, ket bu yerdan. Bu juda yaxshi. 10-kunga xush kelibsan Verity. Bugun sen bilan challenge o'tkazamiz. Agar sen shu yerdan sakra olsang, men senga 10 ming dollar beraman. Qanunda ketdik. Go'mi yana Verity, sen bunda g'olib bo'lding. Keyingisi yana 10 ming dollar qo'shib beraman senga. Shu yerga bitta qo'lib qo'yaman va u tayyor. Mana sen o'tolmading. Endi hamma pul menga qoladi. Sen bola o'zingdan ketding. Ma buni qabul qilib ol. Sizlar esa Krezor YouTube kanaliga obuna bo'ling. Mr. Beast aytganini qilib, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Men unda 3-qismni tayyorlashga ketyapman. Hammaga xayr, obunachilar.